Assalomu alaykum birodarlar, sog'liqlar joyidami, tinchmisizlar, charchamasdan. 2026-yil 22-aprel Buloqboshida Royal taksida bir yurib ko'ramiz. Natija qanaqa bo'ladi ko'ramiz. Hozir Royal taksida 1187 2233 bor, yangisi 1052. Biz mashinamiz Damas 0 so'mdan boshlanadi, boshlanishi. Endi qani kimga qiziq bo'lsa bir tomosha qilib ko'rasizlar. O'zingizlarning fikringizni bir kommentariyada yozib ko'rasizlar. Bo'lmasa ketdik, boshladik. Bizda birinchi zakasi oldi, qani bir telefon qilib gaplashib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Taksi chaqirganmidingiz? Chaqirdik aka. Qayerdasizlar? Mana Ildam ko'cha bor-ku, pastdagi kuzovchilarni oldi. Ha. Ashada. Bismillah deb boshladik. Endi Xudo xolasa natija Allohdan, sababi bizdan. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Tuzingsiz. O'zimcha uyi mana bu, u shagirtning uyi. Ha, o'sha qaylarga qo'ygandan bu naringi ketib qolgan deyman. Chiqibdi-da, qaramo. Qaysi tarafga ekan? Serta tarafga biroz mana masjid oldiga tashlab. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. O'ymaydi bor. 5000 so'm Ha, bo'ldi, ashunga aytdim. Mayli, sog' bo'lasiz aka. Tanlovingiz uchun rahmat. 5000 so'm bilan tugatdik. Keyingi zakasni kutamiz. Hozir mana 2 kundan beri boshqa rayondagini beryapti. Xo'jovod, juda Xo'jovod ko'payib ketdi, bilmadim nimaga ekan. Biz Buloqboshidamiz, Xo'jovodniki balki bir programmasini to'g'ri ishlayaptimi? Ikkinchi zakasni kutamiz endi. Ikkinchi zakasni ham oldik. Qani gaplashib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Taksi chaqirganmidinglar? Ha, ona katta masjidda orqa tahoratxonasi tarafdan to'g'ri kelaverasiz, hech yerda burilmaydi. Aha. Keyin to'g'ri kelsangiz, to'rt ko'chada kichkina ariq keladi. Shundan o'ngga burilsangiz, chapga ketasizlar. Tanida bezdirlar. Bo'ldi, tanidim opa. Hozir 1 minutda boraman. Ikkinchi zakasga ketdik endi, qani. Bismillah. Assalomu alaykum. Keling xola. Damas kimda turibdi keyin deyman. Keling xola. Alaykum assalom. Poliklinikam? Taksometr bo'yicha hisob boshlandi. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Hozir qani 6000 so'm bo'pti. Alaykum assalom, xush kelibsiz. Qalaysiz do'stlar? Ha, to'g'ri. 4-maktab. Bismillah. Qani ketdik. Taksometr Kelibsiz. Chiqamiz. 9000 so'm bo'pti-da. taksometr bo'yicha hisob yakunlandi. Tanlovingiz uchun Alo, assalomu alaykum. Taksi chaqirganmidingiz opa? Mana bezdirlarga oldi turibsiz. Qayerda? Bezdirlarga borib, ro'parasida. Aha. Qani? Hoppa. O'tirib oling, tek keting, opa. Keling do'stlar. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Rahmat, Alloh shukr. Sizlarga zakas qilinmadimi? Ha. Ayam gaplashma. Boshlab oldilarmi aka? Xudoga shukr, rahmat. taksometr bo'yicha hisob boshlandi. Qancha xush kelibsiz? 8000 so'm bo'pti.
Mayli, rozi bo'ling. Aha. Rahmat. Xo'p, tinch bo'ling. Tanlovingiz uchun rahmat. Keyingi zakasni ham yopdik. Endi keyingisini kutamiz. Bugungi kungi ishimizni ham tugatib oldik. Bugungi smenamizda jam bo'lib 7 soat ishlabmiz taksida. Undan 21 zakaz olibmiz. 205 ming so'mlik bo'libdi 7 soat ichida. Undan tashqari ko'chadan zakaz bo'ladi, bir 2 soat, 3 soat vaqtimga ketib qoldi. Tilus obed. Jami bo'lib 330 ming so'm pul topibmiz bugun. Juda darajada tajribali emasman. Endi bu taksida yurishda endi mashinangiz komfort bo'ladigan bo'lsa ham yaxshi natija qilsangiz kerak. Men shunday deb o'ylayman. Endi kimga qiziq bo'lsa, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar, tarqatib qo'yasizlar. Albatta u taksida pul topayotgan, tirikchilik qilayotgan birodarlar ham ko'p. Hammamizga endi qaysi kasbda bo'lmasin, haloldan rizq ro'z topishni nasib qilsin hammamizga.